Uzdil HTML darsiga 25 qism HTML'dagi URL. URL deganimiz inglizcha Uniform Resource Locator degan so'zning qisqartirilmasi bo'lib, to'liq tarjimasi ma ingliz so'ziniki birlikka kelgan boyliq manba belgilagich. Biz odatda URL ni mana shu tor adresi deb ataymiz. URL odatda ikki xil bo'ldi. Birisi so'z yoki so'z birikmasidan tuzilgan tor adresi hisoblanadi. Masalan, 3w chekit uzdil chekit.com va yoki 3w chekit saburi chekit.com degandek ma'nolarni ifodalashga bo'ldi. Yana birisi internet tor kelishim adresi, ya'ni IP adresi, masalan 192 chekit 168 chekit 253 degandek. Hamda har qanday ma'nolarda yozilgan tor bekatninki cho'qim ma'nolardagi IP adresi bo'ladi. Chunki bu IP adresi shu kompyuterninki torga chiqqan vaqtidagi cho'qim bo'lishi tegishlik shu adresi hisoblanadi. Ko'pincha kishilar bu IP adresini as saqlashga oson bo'lsin uchun ma'nolardagi tor nomiga bog'lab turib, shu tor bekatlarda tor nomini ishlatadi. Abonentlarmi shu tor nomi orqali tor bekatni ziyorat qildi. Biz torbatdagi ulanishni bosganda bu A, ya'ni ulanish xat kuchiniki tor adres xarakterida belgilangan nishon adresidagi torbat ochildi. Shunga tor adreslarni qiliblashtirish va birlikka keltirish bir tor bekat uchun bekmi muhim. Undaqda tor adresi qaraydigan bo'lsak, bu http qo'shchekit yantusiziq bu tor kelishimninki nomi 3w chekit uzdil chekit.com yantusiziq html yantusiziq index chekit php degan mushu tor adresi tövendagi grammatik qoidasiga amal qildi. Masalan, http degan qismini biz scheme andan keyin 3w uzdil.com degan qismini host domain deb olgan bo'lsak, bu yerda biz port, ya'ni ulanish yig'izini qoldirib o'tdik. Yana uzdil.comdan orqaga yozmadik. HTML degan pass, ya'ni buning mundarijasi, index php deganimiz hujjat nomi. Mushkil grammatikaga amal qiladi. Scheme mayadagi zotga qaraydigan bo'lsak, internet tor mulozimati tipi eng ko'p qo'llanilgani dalmish http. Andan keyin host rayon mulozimati odatda 3w. Andan keyin domain internet tor nom, masalan uzdil.com. Lekin port mulozimtir ulanish yig'iz odatda 80 bo'ldi. Ya'ni mayaga 80 deb keldi. 80 bo'lgan vaqtda biz buni qoldirib o'tgan holatda bunda avasakmi bo'laverdi. Ikkisiniki ifodalaydigan ma'nosi o'xshash. Pass deganimiz mulozimtirki yo'l, ya'ni dal mundarija. File name deganimiz hujjatning nomi.